Do'stlar, hammalaringni kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklayman. Do'stlar, mana birinchi bosqichda temir beton tayanchlarimizni, qoliplarini tozalab oldik. Aynan mana shu beton qorishmamizda yana bir bor aytib o'taman. Mishalkada davlat standartlariga asosan beton qorishma tayyorlangan. Ko'rishingiz, qolipni boshidan oxirigacha boshlab bemalol qoplaydigan darajada tashlanadi. Do'stlar, mana keyingi jarayonda ko'rib turganingizdek, mana bunaqangi spiral orasidan 12 diametrli armaturalarimiz har bitta 9,5 metrli temir beton tayanchimizga 4 donadan tashlanadi. Do'stlar, mana xodimlarimizga o'zim ham ozgina yordamlashyapman. Keyingi jarayonimiz ilgichlarni joylash jarayoni hisoblanadi, ya'ni temir beton tayanchlarimizga ilgichlar joylanadi. Hozir buni ko'rib o'tamiz sizlar bilan birga. Yana bir bor aytib o'taman, tebrantirilganda zichligi oshadi, mustahkamligi juda ham mustahkam bo'ladi temir beton mahsulotlarini. Va bitta laykani bosib qo'yinglar. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum do'stlar, hammalaringni kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklayman. 2026-yil hammamizga omadli, baxtli va sog' salomatli olib kelsin. Oila a'zolarimiz, ota-onalarimiz sog' salomat bo'lsin. Sizlarga va'da berganimizdek, temir beton plitalarimizni boshdan oxirigacha bo'lgan videosini YouTube kanalimizga joylashtirdik. Va yana bugun YouTube kanalimizda, Rivoj 98 YouTube kanalimizda temir beton tayanchlarimizni ishlab chiqarilish jarayonini noldan boshidan boshlab tayyor bugungacha bo'lgan jarayonini tanishtirib o'taman sizlarga. Bu videoni elektr liniyalarini tortadigan tanishingizga jo'natib qo'ying va like bosib YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni sizlar bilan ulashib boramiz. Do'stlar, 9,5 metrdan 16 metr 40 santimetrgacha bo'lgan temir beton tayanchlarimiz aynan mana shu qoliplarda ishlab chiqariladi. Birinchi boshlanadigan jarayonimiz hozir mana shu yerda ketyapti, ya'ni qolipni tozalash jarayoni. O'zlaringiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, mana birinchi bosqichda temir beton tayanchlarimizni, qoliplarini tozalab oldik. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqich nima deydigan bo'lsalaringiz, temir beton tayanchlarimizni, qoliplarini yog'laymiz va undan keyin yana jarayonlarni birma-ketin sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Do'stlar, yana bir bor aytib o'taman. Like bosib, elektr liniyalarini tortadigan tanishingizga videoni jo'natib qo'ying. YouTube Rivoj 98 YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. Qani ketdik. Do'stlar, aynan qolipni tozalab bo'lganimizdan keyin mana shunaqangi sovun emulsiyoli yordamida qolipimiz yog'lanadi. Va yana yog'langandan keyingi jarayonini birdaniga ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Spiral shakldagi simlar qolipga tashlanadi. Bu hech qanaqa buni uloq joyi, hech qanaqa ulog'i bo'lmaydi. Qolipni boshidan oxirigacha boshlab bemalol qoplaydigan darajada tashlanadi. Do'stlar, aynan o'sha temir beton tayanchlarimizga tashlangan mana shunaqangi spiral simlar mana bu uskunamiz yordamida o'raladi. Buni ham ko'rsatib o'tib ketishim kerak sizlarga. O'sha sizlarga aytganimda hech qanaqa ulangan joyisiz o'sha 9,5 metrdan 16 metr 40 santimetrgacha bo'lgan temir beton tayanchlarimizga moslab o'ralib tayyor qilib qo'yiladi va u yoqda qolipni ichiga tashlanadi. Do'stlar, mana keyingi jarayonda ko'rib turganingizdek, mana bunaqangi spiral simni orasidan 12 diametrli armaturalarimiz har bitta 9,5 metrli temir beton tayanchimizga 4 donadan tashlanadi. Sizlarga aytib o'tishim kerak, do'stlar, aynan kitobiy tilda gapiradigan bo'lsam, mana shu jarayon ishchi armaturani qolipga joylash deb nomlanadi. Do'stlar, mana shu spiral simda boshdan oxirigacha hech qanaqa uloq joyi bo'lmaydi degan gapimni negizida nima bor demoqchi bo'lsalaringiz, temir beton mahsulotining mustahkamligiga, sifatliligiga bu ham bir sabab bo'la oladi deb o'ylaymiz. Do'stlar, undan keyingi jarayonimiz mana bu sanginlarni mahkamlash hisoblanadi. Mana mahkamlanayotgan jarayonni ko'rishingiz mumkin. Va bu orada spiral simimiz boshdan boshlab oxirigacha mana shu tarzda tortiladi. Do'stlar, keyingi jarayonimiz mana bunaqangi damkrat yordamida armaturalarimiz tortiladi. Armaturani tortilishini sababi buni tarangligini oshirib beradi. Bu ham o'sha temir beton mahsulotimizni sifatini, mustahkamligini oshirishga xizmat qiladi. Do'stlar, keyingi jarayonimizni ko'radigan bo'lsak, keyingi jarayonimiz qolipni ikkala uchidan simni ishchi armaturaga bog'lash hisoblanadi. Mana buni ko'rishlaringiz mumkin.
Do'stlar, keyingi jarayonimiz qolipni o'rta qismidagi spiral simni mis yordamida armaturaga mahkamlash hisoblanadi. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Do'stlar, keyingi bosqichimizda spiral simni mis ketmon bilan urish jarayoni hisoblanadi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Spiral simlarimizni mis ketmon bilan urdik. Hamma jarayon deyarli tayyor. Mana endi vibrator stolimizni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tebrantirish stoli deyiladi. Tebrantirish stoliga temir beton tayanchlarimizni qoliplarni hozir joylash jarayonida turibmiz. Yana aytib o'taman, aynan shu 9,5 metrlik temir beton tayanchlarimiz hisoblanadi. Hozir shuni tayyorlanish jarayonini sizlar bilan ko'rib chiqyapmiz. Do'stlar, mana bu hozir mishalkamizni ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana shu mishalkada beton qorishma davlat standartlari asosida tayyorlanadi va temir beton tayanchlarimizni qoliplariga beton qorishma tashlanadi. Do'stlar, mana keyingi jarayonimizni aytadigan bo'lsak, temir beton tayanchlarimizni qolipiga beton qorishmamizni tashlash jarayoni ketyapti. Mana yaqqol o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Aynan mana shu beton qorishmamizni yana bir bor aytib o'taman. Mishalkada davlat standartlariga asosan beton qorishma tayyorlangan, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, mana keyingi jarayonda bizning mehnatkash xodimlarimiz aytib o'tish kerak, mehnatlarini qadrlaymiz. Beton qorishmani qolip bo'ylab yoyib chiqish jarayoni hisoblanadi keyingi jarayon. Beton qorishmani bir marta tashladik qolipga. Endi beton qorishmani qolip bo'ylab bir qator yoyib chiqiladi. Do'stlar, mana keyingi bosqich. Beton qorishmamizni ketmon yordamida ozgina tekizlab oldik. Endi qolipimizga tebrantirish stoli yordamida ozgina tebrantirish beramiz. Aynan mana shu tebrantirish dedik. Tebrantirish jarayoni temir beton mahsulotlarini zichligini, mustahkamligini, sifatini nihoyatda oshirib beradi. Buni aytib o'tishimiz kerak. Va yana keyingi jarayonda ketmonlarimiz yordamida qolipimiz ustiga tushgan oshiqcha beton qorishmalarini tekizlab olamiz. Mana bu ko'rib turgan jarayoningizda do'stlar, mana endi aynan har bir temir beton tayanchlarimizni qatorini mastro yordamida tekislanadi. Va hozir undan keyingi jarayonni sizlarga ko'rsatib o'taman yana. Do'stlar, mana xodimlarimizga o'zim ham ozgina yordamlashyapman. Keyingi jarayonimiz ilgichlarni joylash jarayoni hisoblanadi. Ya'ni temir beton tayanchlarimizga ilgichlar joylanadi. Hozir buni ko'rib o'tamiz sizlar bilan birga. Do'stlar, mana sizlarga aytib o'tganimizdek ilgichlarni joylash jarayoni ketyapti. Do'stlar, mana ilgichlarni ham joylab bo'ldik. Joylangandan keyin bir xil tekislikda ushlash uchun orasiga armatura tiqib qo'yamiz, ya'ni tekizligi bir xil bo'ladi. Endi keyingi jarayonimiz yana qolipimizni tebrantirish bo'ladi. Yana bir bor aytib o'taman, tebrantirilganda zichligi oshadi, mustahkamligi juda ham mustahkam bo'ladi temir beton mahsulotlarini. Mana tebrantirish jarayonini ovozlari bilan o'zlaringiz guvohi bo'lasiz, ko'rsatib o'taman. Yo'qing aka. Tebrantirish jarayonini ovozlari bilan, ko'rinishi bilan o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Mustahkam temir beton tayanchlarimiz xudo xohlasa 60-70% tayyor holatga kelib qoldi. Mana do'stlar, temir beton tayanchlarimiz, ya'ni 9,5 metrli temir beton tayanchlarimizni faqatgina kran yordamida qolipi bilan kran yordamida parxonaga joylashib qoldi. Endi keyingi qismlarini birgalikda ko'ramiz, ketdik. Do'stlar, mana 12 soat davomida 85 gradus haroratda qurigan temir beton tayanchlarimiz tayyor. Endi bundan keyingi jarayonlarimiz hozir kran yordamida parxonadan olyapmiz qolipda. Bundan keyingi jarayonda temir beton tayanchlarimizni sug'uramiz qolipdan, ko'rib chiqamiz birgalikda. Qani ketdik. Do'stlar, mana tayyor bo'lgan temir beton plitalarimizni qolipi bilan parxonadan olib oldik. Bundan keyingi jarayonda
tayyor temir beton tayanchlarimizni kran yordamida qolipdan sug'uramiz va undan oldin qilinadigan ishlari bor. Sanginni ushlab turgan armaturani kesish, shu jarayonlar bor va yana zazivleniya qo'yish, bu jarayonlari ham bor. Hozir bularni birma-bir ko'rsatib o'taman. O'zlaringiz ko'zlaringiz bilan guvoh bo'lasizlar. Do'stlar, mana keyingi jarayonda zazimleniya dedim. O'zbekchasiga tushuntiradigan bo'lsam, avariyaning holatlarda oshiqcha to'kni yerga o'tkazib boradi. Hozir mana shu jarayonni, o'shani oldini oladigan jarayonda zazimleniya qo'yish degani shu. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, keyingi bosqichimiz sanginni ushlab turgan armaturani kesish bosqichi hisoblanadi. Aynan mana bunaqangi sanginlarda ushlab turgan armaturani kesib olib tashlaymiz. Do'stlar, mana keyingi jarayonimizda temir beton tayanchlarimizni qolipdan sug'urish jarayoni hisoblanadi. Hozir mana qolipdan sug'urayotgan jarayonimizni o'zingiz batafsil ko'rib o'tishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'taman, do'stlar, mana shunaqangi sifatli temir beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. Mana shu telefon raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xuddi mana shu tarzda temir beton tayanchlarimiz qolipdan sug'uriladi va shtabel usulida paklanadi. Paklangan jarayonini ham sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana temir beton tayanchlarimiz tayyor holatda. Mana shu shtabel usulida taxlanish jarayoni deb xuddi mana shu jarayonga aytiladi. Do'stlar, yana bir bor aytib o'taman, mehnatimizni qadrlab, mana shu Rivoj 98 YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va quruvchi temir beton mahsulotlariga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va bitta like chani bosib qo'ying jigar. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar.